Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Oldovchi oligasiga pechkamiz tayyor bo'ldi. Videoni ko'rishdan avval sizlardan bitta like bosib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Pechkamiz mana shu holatda tayyor bo'ldi. Mo'rlari qo'yildi, o'tlarni yoqib qo'ydik. O'tlar yonyapti, isitishlari yaxshi. Bu pechkani o'zi isitishi yaxshi. Oldovchi olig bo'lganida uncha uzun o'tinlar ham sig'ib ketadi ichiga. Katta o'tinlarni solib ish tomonlari yaxshi. Hop, mana shu holatda pechkamiz 140 ta ish ketadi. O'tlar yonish. Tortishlari yaxshi. Tepada qopqog'i bor. Choypoy qaynatgan tepasida qopqog'idan foydalansa ham bo'ladi, yaxshi. Orqa tomonini ko'rsatib o'tamiz. Orqa duxobka tomoni mana shu holatda qilindi. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. Taylariga listlar qo'yiladi. Tepaga ham qo'yiladi list. Pechka chiroyli va sifatli chiqishi uchun. Oldi tomonda mana. Bu yerga list qo'yilishining sababi g'ishtni ana teshiklari ko'rinmasligi, sifatli, chiroyli bo'lib chiqishi.